바로 전화 주세요. Pirohada. Zarur, kerakli. Mehmonxonadaligingizda kerakli narsa bo'lsa, darhol qo'ng'iroq qiling. Piro. Ehtiyoj, zaruriyat. Pirohada. Ehtiyoj sezmoq. Piroson. Zaruriyat. Piroga itta. Zaruriyati bo'lmoq. Piroga opta. Zaruriyati yo'q. 2. 방법. 세탁기 사용하는 방법 좀 알려줄래요? 2. Pangbop. Usul, metod. Kir yuvish mashinasidan qanday foydalanish usulini yoki yo'lini ayta olasizmi? 3. 이용하다. 대중교통 이용하는 게 이제는 익숙해졌어요. Do'stim bilan urushib qoldim. Qayta o'ylab qarasam, men xato qilganga o'xshayman. Sengak. Sengak, o'y xayol. Sengagi nada. Esiga tushmoq. Sengak tuyda. Sifatida qaralmoq. Sengagi tilda. Deb o'ylamoq. 5. 관심. 처음에는 사람들이 관심을 안 보였지만 반복해서 말하자 관심을 보이기 시작했습니다. 5. 관심. 관심, diqqat, e'tibor. Avvaliga odamlar qiziqish bildirmadilar, lekin takror va takror gapirilgani sari e'tibor berishni boshladilar. 관심을 katta yoki kachida e'tibor bermoq. Do'kon savdosi tufayli savdo hajmi qariyb 30% ga oshdi. Mana shu so'z TOEIC imtihonlarida